24 ming naqd puli bor odamga 75 kvadratli 3 xona Farg'ona shahar sentridan, hokimiyat orqasidan uy topib berdim aka. Xo'p, siz bilan birga bitta video obzorni ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana asosiy eshikdan kirishimizga bu tomonida mana o'zini hojatxonasi, remontlarni ham cho'tka qilib qo'yganman dedilar xonadon egalari. Bunisida mana vannaxonasi. Vannalarni alishtirib, hamma yo'g'ini cho'tka qilib qo'ymoq, oyoq taglarini to'pli-po'r qilganman dedilar. Shu videoda ko'rinayotgan barcha mebel texnikalari bilan shunday sotuvga qo'yildi. Xo'p, kirishimizda mana birinchi xonamiz, mana oshxona. Oshxona mebellari, bu idish tovoqlar hamma yo'g'ini shunday tashlab chiqaman dedilar. Bu xolodilnik. Endi aka, xo'p, mana shu turishiga oladigan bo'lsangiz 24 ming, yana qo'shimcha to'lovi bor. 3 million 600 mingdan 17 yil to'lanar ekan. Xo'p, mana kirishimizga, yo'lay bo'lib kelishimizga bitta mana mehmonxonasi, zal. Kim u zalda ham qarang chiroyliligini. Shunday customize olib kelasiz, u yashashni boshlayverasizlar. Eshiklarni ham yaxshilarni qo'yishgan ekan, sifatlilarni. Xo'p, bunisi endi mana bunisida bitta detskiy qilasiz endi aka. U detskiy xona, radiatorlari qo'yilgan, to'pli pollar ishlayapti. Eng asosiysi bu yerda gaz, suv, svet, kommunikatsiyalardan umuman muammosi yo'q joyda. Xo'p, mana keldi. Endi mana u koridor bo'ylab kelganimizda to'g'rida bitta bunisi spalni. Bu spalnida qarang, endi chiroyli. Aboylarni yopishtirilgan, mo'yishi hamma yo'q. Oyoqtaylari issiq turibdi. Xo'p, manzilimiz Farg'ona shaharda, bu hokimiyat orqasida, sentrda 16 qavatli binoda 7-qavatida 75 kvadratli. 24 mingga baholanyapti. Endi ozgina kunlarga qo'l solsangiz, yana ham tushib beradigan joy bor. Xo'p, yana 17 yil 3 million 600 mingdan qo'shimcha to'lovi bor ekan. Xonadonimizda ikkitadan liftlari bor ekan, katta gruzovoy liftlar. Ancha-muncha domlarda hozir bitta qo'yilyapti. Bu xonadonda mana ikkitadan